Navbatdagi ishimiz Jizzax Zominda high-tech 3D variantimiz nihoyatda chiroyli chiqqan. Ko'rmasangiz aniq afsus qilasiz. Hali ham obuna bo'lmasdan bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, hoziroq obuna tugmachasini bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Assalomu alaykum azizlar, Kamino Usta Abdulloh. Jamoamiz bilan tunikafon, tashqi fasad ishlarini xalqqa xizmat qilish bilan shug'ullanamiz. Navbatdagi obyektimiz biz o'zimiz manzilimiz Samarqanddan, xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab amalga oshiriladi. Mana bu navbatdagi obyektimiz Jizzax viloyati Zomin tumanida qilgan ishlarimizni e'tiborlaringizga ko'rsatamiz. Bu 3D high-tech variantimiz kundan kunga ommalashib, kundan kunga ko'pchilik insonni mehrini qozonayotgan fasonlardan bo'lib, ranglari bu yerda ko'rib turganlaringizdek oq rangga, tilla ranglardan, gold ranglardan, nejavekalardan foydalangan holatda mana shunaqangi chiroyli usulda qilib tugatganmiz. Xo'p, ishimiz haqida gapiradigan bo'lsak, azizlar, mana bu yon atroflari, ikki yon atroflari, polni aylanasi bu yerda yonib turibdi. Bu org stiklo, tagida LED lampochkalari bor. Ustidagisi esa bu naqshlari esa alikafondan bo'lgan, MDFdan emas. Mana shu alikafoni, org stiklosi, mana bu sariq rangdagilar, gold rangdagilari bular toza nirjavekadan bo'lgan. Bularning narxi alohida hisob-kitob qilinadi. Qimmatroq sal. Tunikafonimizning o'zi esa high-tech 3D variantlarimiz $13 qilyapmiz. Bu mahsulot usta haqqi ichida. Azizlar, ushbu obyektimizga jami mana ko'rib turibsizlar, mana shu darvozaxonamiz, yonidagi koziroklar hammasi 265 kvadrat ketgan. Agar ishlarimiz sizlarga ham yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Bizda tunikafondan tashqari tashqi fasad ishlarini ham yo'lga qo'yganmiz. Traventin, sokil, kafel, ichki tashqi fasadlar bemalol qo'ng'iroq qilib, u xizmatlarimizdan ham buyurtma berishingiz mumkin. Xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab amalga oshiriladi. Hozirgi kunda Vodiyda, Andijon, Farg'onada ham ishlarimiz ketyapti. Xudo xolasa ularni ham obzorlarini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Agar siz vodiylik bo'lsangiz, vodiydan bemalol buyurtma beringlar. Vodiydagi bizlarda gruppalarimiz borib, uylaringizni xuddi mana shunaqangi chiroyli qilib tunikafonlarni qilib beramiz. Azizlar, biz ushbu uyda tunikafon qildik. Komil akamiz bizga ishonch bildirgandi. Biz Samarqanddan Jizzaxga kelib qildik. Komil aka, ishonchingizni qay darajada oqladik? Nima deymiz? Abdulloh jamoasiga rahmat. Shunchalik chiroyli qilib ketdi mana tunikafonda. Men YouTube kanaldan, Instagramdan tekshirib o'qib borardim, tomosha qilib borardim. Sizlar oldinda, ishlaringizni ko'rib borardim. Hamma joyda ko'rdim. Sizlar ishlaringiz yoqdi-da. Yoqdi. Yaxshi, Xudoyimga shukr. Bolalar ham yaxshi, ustalar ham yaxshi, hammasi yaxshi. Sifat ham zo'r. Bolalar aytgan vaqtimizda keldi. Hamma ishni zo'r qilib ketdi, bizga yoqdi. Ko'nglingizdagidek bo'ldi? Ha, ko'nglimdagidek bo'ldi. Yo'q. Agar kimdir tunikafon qildirmoqchi bo'lsa, men Abdulloh jamoasiga aytib, ishonchli, hamma narsaga tavsiya qilasiz. Tavsiya qilaman. Zo'r, o'zimizga yoqdi. Azizlar, biz Samarqandda, Jizzax, Zomin qayda, biz qayda, u pashta 300-400 kilometr. Lekin mana uyda egasidan живой, bizlar haqimizda ma'lumot olasiz. Bizlarga o'xshagan ustalar ko'p. Nima uchun aynan bizlar jamoani tanladingiz? Endi sizlarniki yangi fason ekan, endi ekanda. Hali hech joyda bunday fason ko'rmaganman. Qoyil qoldim, zo'r, o'zimga ham yoqdi. Demak, ustalar ishi gap yo'q. Yangi fasonlardan kerak bo'lsa, Usta Abdulloh jamoasiga murojaat qilaverasizlar. Mana Komil akamiz shu ishlarni ko'rib havas qilgandingiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri, havas qildim-da. Xudoyim taolo yetkazdi. Mana shu bugun yetkazgan ekan. Mana uylarni chiroyli tunikafon qilib tugatdik. Bizlarda O'zbekistonda xalqi mana shunday chiroyli uylarda yaxshi mashinalar minishlikka loyiq degan insonlar kommentariyada fikrlarni bildirib qoldirib, ustalarimizning mahoratini, mehnatini layklar bilan qo'llab-quvvatlayverasiz degan umiddaman. Komil aka, yaxshi kunlarga sizlarga rahmat, ilohim. Sizlarga ishlaringizga omad. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Rahmat. Yigitlarga gap yo'q. Abdulloh jamoasiga gap bo'lishi mumkin. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.